Assalomu alaykum hurmatli vatanimiz kanal obunachilari va kanalimizda mehmonlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qo'ziqo'rg'on qishlog'ida, ya'niki Sherali akamning xonadonlaridamiz. Assalomu alaykum Sherali aka, tuzimisiz? O'zingizmi aka? Charchamasdan. Bugungi sanamiz 29-avgust haftaning shanba kuni. Mana ikkita boquvga tayyor bo'lib qolamiz. Xudo xolasa ancha yem yeb qo'ygan. Bir 2 oy boqsalaring tayyor bo'ladi. Qarang, mana bo'ynilari ham o'zi kelib qolgan. Holatlari yaxshi. Chista dehqondan mana o'zimizning qo'shni mollar bo'yi ham bo'ydor. Bo'ylari mana uniki 1.40 bo'lsa, mana uniki 1.35 aka. 1.35 yuqori. 1.40 yuqoriroq, bunisi 1.35 yuqoriroq. Holatlari zo'r mollardi. Yeb ichib turgan. Yeb ichishlarini qarang, qoni ham yaxshi chiqibdi qarang. O'ta xo'ra ekan mana o'sanglar, ha? Yeb ishlarga bir hafta garantiyasi bor aka. Nima yeydi bular aka? Bularga shu atalar beraman. Silos yeydi. Atalar, silos. Narsa tanlamaydi, qarang. Holatlari zo'r mollardi. Orqa oldi korpuslari ham butun. Rasa boqadigan joyi keyin. Agar to'y sezonga ham yaxshi nomasa bo'laman deganlar, olib qo'ysa nima bo'ladi? To'yga ham vaqt aytadi. To'yga juda chiroyli boradi bular, ha? Gavda zo'r qarang. Xudo xolasa agar 2 oy boqarsalaring tayyor to'yga ham. Tirik vazni ham mana uniki 500 kilodan yuqoriroq. Bunisiniki 460 shunaqa kelsa kerak. 450 kilodan yuqori, 500 kilodan yuqori qo'yasizlar. Holatlari yaxshi mollar. Bitta yetalab ko'rsatamizmi aka? Mayli. Hozir yechib oling, oyoqlarini ham bir ko'rib olsin. Bo'ylarini qarang. Asab boqadigan joyi kelgan mollar-chi. Mana. Shuna qarang buni. Oyoqlari sog'lom. Yemlamalari bo'lgan, ukollari qilgizilgan aka. Ukollari qilgizilgan, hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Narxini ham bitta ko'rsating aka. Bunisi ham lekin kichkina mol emas, faqat buni yonida kichkina ko'rinyapti, bu ham katta mol. Narxi ham xudo xolasa bonus narxda. Akamiz o'zi usta ishi ko'p, bozorga borishga vaqti yo'q. Xudo xolasa mana shu uydan yengil berib yuboraman deyapti. Aloqaga chiqsang, xudo xolasa ishlang bitadi. Bunisi ham zo'r, qarang mana. Bemalol to'yga borsa bo'ladigan nomus. Gavdasini qarang. 1.35 plus gavdasi. Hash. Yo'qlar, polvonligini qarang. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q mollarimizda. Sifatiga gap yo'q lekin. Ikkalasi ham tanlab olingan ekanda mollar, ha? Rossiyskiy gibrid buqalar. Narxi necha puldan aka bularda? Kattasini 34 kam bor. Kattasi 34 kam bor. Kichkinasi 25 kam bor. Kichkinasi 25 kami bor. Kattasini 34 kam bor. Bunisini 25, ozgina xayri bor. Ko'p emas lekin oz-moz o'tib beriladi. Holatlari yaxshi. Nomerni aytib oling aka. 94lik 94lik 947 947 22 25 pastga ham alohida nomer chiqarib qo'yamiz. Qiynalganlarga narxini yaxshilab eshitib o'ylar. Manasi 34 million so'm kami bor, bunisi 25 million so'm oz-moz o'tib beradigan joylari bor. Aloqaga chiqarasizlar. Mollar holati zo'r, sifatiga garantiya, sog'liklariga 10 kun garantiyasi bor, ha? Mana dehqondan 10 kun garantiyasi bor. O'zlaring agar oyoq-oyog'ini sindirib bir narsa qo'ymasaning, yeb ichishiga, yemlamalariga garantiyasi bor. Agar foydalanuvchi bo'lsalaring ham olib turib foydalansalar ham bo'laveradi. Chunki akamizni bozorga borib ushlab turgani endi tanish bilish ham yo'q, vaqti ham yo'q. Aloqaga chiqarasizlar. Qarang mana. Biz mol ancha yem yeb qo'ygan. Qarang. Bo'ynilari ham kelib qo'ygan. Shu bilan videomizni o'z nihoyasiga yetib turamiz. Videoga like bosmaganlar like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammalarga, hammaning chiroyligiga Alloh baraka bersin.